Assalomu alaykum. Salomat Aleksandrna savollaringizga javob berishni davom ettirmoqda va kommentariyda yana bir yo'nalishdagi savollarimiz ko'payib ketgan. Bu aynan homiladorlik paytida yo'ldoshning joylashishiga tegishli bo'lgan savollar. Misol uchun mana bitta savolni o'qib beraman. Assalomu alaykum. Yo'ldosh past joylashishi nimalar sabab bo'ladi? Keyingi homiladorlikda takrorlanishi mumkinmi degan savol berib turibdi. Ya'ni hammamizga ma'lum, homilamiz organ, ya'ni bachadon ichida rivojlanadigan organda homila rivojlanadi va unga aynan onavi bilan bolani bog'lovchi nima bor? Yo'ldosh. Bu vaqtinchalik a'zo hisoblanadi. Homiladorlik paytida paydo bo'ladi va bola tug'ilishi bilan kindik kesilgandan keyin u ham tug'iladi va shu bilan uning faoliyati tugatiladi. Ana endi qarang, yo'ldoshning normada qanday joylashishi va patologiyada u qanday joylashganda homiladorlikda muammo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan savollarning barchasida bizda YouTube'da joylashgan videoroliklarimiz bor va mana shu videoroliklarda men batafsil barcha yo'ldoshga tegishli bo'lgan savollarga chuqur tahliliy javob berganman. Imkon darajada mana shu roliklarni olsangiz, tanishsangiz va o'zingizga tegishli savollarga javob topasiz. Hammaga rahmat.